Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. Ommaviy axborot vositalari xodimlari va ijtimoiy tarmoq faollari bugungi kunda Sho'rchi tumanida aholi turmush farovonligini oshirish, zamonaviy infratuzilmani shakllantirish hamda hududni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Barcha yo'nalishdagi ishlar aniq dasturlar va belgilangan rejalar asosida izchil olib borilayotgani o'z samarasini bermoqda. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 27-yanvardagi 11-sonli farmoniga muvofiq 2026-yilda Sho'rchi tumanida ko'p qavatli uy-joylar qurilishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayni paytda ushbu uylarda qurilish-montaj ishlari belgilangan tartibda olib borilmoqda. Xususan urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi natijasida tumanning Bo'ston, Do'stlik va Oqkamar mahallalarida zamonaviy ko'p kvartirali uylar barpo etilmoqda. Jami 213 xonadondan iborat bo'lgan umumiy maydoni 4140,6 kvadrat metrni tashkil etuvchi 5 ta ko'p qavatli uylar 5, 7 va 9 qavatdan iborat holda qurilmoqda. Mazkur loyihalar yer maydonlaridan samarali va tejamkor foydalanish, aholining turar joyga bo'lgan ehtiyojini qondirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga qurilayotgan uylarda zamonaviy infratuzilma yechimlari joriy etilgan bo'lib, energiya tejamkor texnologiyalar keng qo'llanilmoqda. Eng muhimi bu kabi bunyodkorlik ishlari aholi uchun yanada qulay yashash sharoitini yaratish, tumanning arxitekturaviy qiyofasini yangilash va uning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Tumanimizda ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish borasidagi ishlar izchil davom etmoqda. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 24-dekabrdagi 2025-2027-yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 393-sonli qarori muhim dasturiy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Mazkur qarorga muvofiq 2026-yilda tumanimizda qator ijtimoiy obyektlarni qurish, rekonstruksiya qilish, mukammal ta'mirlash va zamonaviy jihozlash ishlari rejalashtirilgan bo'lib, ayni paytda amaliy ijrosi ta'minlanmoqda. Xususan ta'lim sohasida yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Jumladan 19-sonli umumta'lim maktabida 210 o'rinli qo'shimcha yangi bino qurilmoqda. Shuningdek 300 o'rinli 37-sonli maktabi yangidan barpo etilmoqda. 69-umumta'lim maktabida esa 240 o'rinli qo'shimcha o'quv binosi qurish ishlari olib borilmoqda. Sog'liqni saqlash tizimini yaxshilashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan 90-son oilaviy poliklinikasining Turxon filial binosida rekonstruksiya ishlari amalga oshirilmoqda. Bu esa aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Amalga oshirilayotgan mazkur loyihalar tuman aholisi uchun zamonaviy ta'lim va tibbiyot muassasalarini yaratish, shuningdek ularning turmush sharoitini yaxshilashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Tumanimizda aholi xavfsizligi va farovonligini ta'minlash, shuningdek infratuzilmani yanada yaxshilashga qaratilgan ishlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Jumladan Katta So'r mahallasi hududidan oqib o'tuvchi Surxondaryo daryosining yemirilgan 10 qirg'og'ini mustahkamlash ishlariga alohida e'tibor qaratilgan. Hozirgi kunda daryoning 600 metr qismida oqib keluvchi sel suvlardan muhofaza qilish bo'yicha amaliy ishlar reja grafik asosida amalga oshirilmoqda. Bu esa ushbu hududda istiqomat qiluvchi aholi xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Amalga oshirilayotgan mazkur ishlar tumanning iqtisodiy ijtimoiy rivojlanishiga xizmat qilib, aholi uchun yanada qulay va xavfsiz yashash muhitini yaratishga zamin bo'lmoqda. 2026-yilning birinchi chorak davomida Sho'rchi tumanida aholi turmush farovonligini oshirish, muhandislik, kommunikatsiya tarmoqlarini yangilash hamda hududni obodonlashtirishga qaratilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 665-sonli qarori ijrosi doirasida yo'l infratuzilmasini yaxshilashga alohida e'tibor qaratildi. Tumandagi 6 km 600 metr ichki yo'llar to'liq asfaltlanib, aholi uchun qulay va xavfsiz harakatlanish sharoitlari yaratildi. Shu bilan birga xalqaro ahamiyatga ega magistral yo'llarning 27 km qismida ta'mirlash ishlari olib borildi. Ushbu ishlar doirasida 1-kilometr yo'lga yangi asfalt yotqizildi. 3 km 50 metr masofada piyodalar yo'lakchalari barpo etildi. Bu esa nafaqat transport harakatini, balki piyodalar xavfsizligini ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Kommunal sohada ham sezilarli ishlar amalga oshirildi. Xususan 18 km ichimlik suv tarmog'i tortildi. 3 ta zamonaviy energiya tejamkor nasoslari o'rnatildi. Bu orqali aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash darajasi yanada yaxshilandi. Elektr ta'minotini barqarorlashtirish maqsadida eskigan infratuzilmalar bosqichma-bosqich yangilanmoqda. Jumladan 180 ta eskirgan simyog'ochlar mustahkam beton ustunlarga almashtirildi. 2500 metr havo elektr liniyalari zamonaviy yopiq kabellarga o'tkazildi.
Shuningdek, 16 transformatorlar ta'mirlanib, elektr ta'minoti sifatini oshirishga erishildi. Tuman markazida shaharsozlik qoidalariga set ravishda qurilgan 64 ta noqonuniy inshootlar bartaraf etildi. Bu ishlar hududning arxitekturaviy ko'rinishini yaxshilash va tartib-intizomni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Amalga oshirilayotgan bunday keng ko'lamli ishlar tumanning iqtisodiy ijtimoiy rivojlanishida xizmat qilib, aholi uchun yanada qulay va farovon yashash muhitini yaratishga zamin bo'lmoqda.